Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kelibsizlar. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Chet ellərdə fəaliyyət elib beriyotqan Uyğur təşkilatları 28 iyul Yakan ilişqi qırğınçılığının 9 illigini keng ko'lamda xotirlashga tayyorlanmoqda. Dünya Uğur Qurultayı Yoshlar Komiteti bilan Ayollar Komitetining uyushtirishi bilan 28 iyul kuni Xitoyning Myunxendagi konsulxonasi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qarshi norozilik namoyishi o'tkaziladi va namoyish 28 iyul juma kuni Berlin vaqti 15:30dan 17gacha davom qiladi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan 28 iyul kuni Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkaziladi. Qurultay raisi Dolqin Ayso apandim Germaniyadagi, jumladan Myunxen shahridagi Uyg'ur qarindoshlarimizni qurultay tarafidan uyushtirilgan bu qatimqi namoyishga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Istanbuldagi namoyish Xitoy Kommunistik partiyasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Wang Yining Turkiya ziyoratiga to'g'ri keldi. 28 iyul Yakan ilishqi qirg'inchiligining 9 yilligi munosabati bilan boshqa ellarda har xil shakllarda xotirlash faoliyatlari o'tkaziladi. Qurultay raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida 2014-yil 7-oyning 28-kuni mustabid Xitoy hokimiyatining Yakanning ilishqi yezini markaz qilgan holda ilib borgan rayimsizlar qirg'inchiligining mayli qirg'inchilikning ko'lami va shakl jihatdan bo'lsin, hatto 5-yil Urumchi qirg'inchiligidan mo eshib tushadigan zo'r bir fojia ekanligini, faqat Yakanning bir qancha yezida qirib tashlangan Uyg'urlarning sonining 5000 dan eshib tushadiganligini eslatib o'tish bilan birga, mayli qaysi tashkilot yoki qaysi shaxs uyushtirgan bo'lishidan qat'iy nazar aziz şehitlerimizning haq hurmati uchun muhojiratga qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlarda o'tkazilgan Yakan ilishqi qirg'inchiligining 9 yilligini xotirlash faoliyatlariga aktivlik bilan ishtirok qilishi va bu orqali o'zlarining milliy majburiyatini ado qilishi lozim deb ko'rsatdi. Dünya Uğur Qurultayı 28 iyul Yakan ilishqi qirg'inchiligining 9 yilligi munosabati bilan 17-iyul kuni maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, chet ellardagi butun Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni 28 iyul Yakan ilishqi qirg'inchiligining 9 yillik munosabati bilan o'zlari turishliq davlatlarda keng turda norozilik namoyishlari, shehidlarimizni xotirlash faoliyatlari va axborot e'lon qilish yig'inlari uyushtirishga va bu orqali mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qayta dunyo jamoatchiligining samiga silishga chaqirgan edi. Amerikaning dunyoga mashhur Ford avtomobil shirkatining Uyg'ur majburiy emgakka zich bog'lanishliq bir Xitoy batareya shirkati bilan bo'lgan hamkorlik munosabati Amerika Davlat Majlisining Jumhuriyatchi palata a'zolarining diqqatini qo'zg'ab, ularning tekshirishga duch kelgan. New York vaqti va Washingtondagi to'plik gazetlarining xabar qilishicha, Amerika Avam palatasi Xitoy strategik raqobat alayda komitetining raisi Michael Lager bilan Avam palatasi Xomchut komitetining raisi Jason Smith 23-iyul Ford shirkatiga xat yozib, bu shirkatning Xitoyning Ningda zamon texnologiya shirkati bilan bo'lgan hamkorlik munosabatiga doir hujjatlar bilan ta'minlashini talab qilgan. Xitoyning Ningda zamon texnologiya shirkati dunyodagi eng chong litiylik batareya ishlab chiqarish shirkati bo'lib, bu shirkatning 2022-yil ishlab chiqargan bu xil mahsuloti dunyo bozorining 37%ni egallagan. To'pilik gazetining bildirishicha, Michael Lager bilan Jason Smith xatida ommaga oshkor bo'lgan moliya hujjatlarida va Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi taratqularning xabarlarida Ningda zamon shirkatining Sharq Turkiston shirkatlari bilan bo'lgan munosabatni yoshirish uchun tadbir olganligining qayd qilinganligi. Holbuki Amerika Xitoyning musulmon Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik qilayotganligini bekitganligini ta'kidlagan. Xatda mundaq deyilgan: Biz bugun bu xatni yozishda Fordning Ningda zamonaviy shirkatining Shinjongdagi shirkatlar bilan bo'lgan aloqasini yoshirishga uringanligiga doir ma'lumoti, shundaqla uning Amerika batareya mahsulotlarini taraqqiy qildirish va'dasiga oid uchurlarga erishishni maqsad qildik. Ma'lum bo'lishicha, Gallagher bilan Smith Ford shirkatining Ford bilan Xitoy shirkati o'rtasidagi savdo ijozatnomasining ko'paytirilgan nusxasi, jumladan barliq qo'shimcha detallar bilan ta'minlashi, Ford bilan Xitoy shirkati orasidagi ijozatnoma kelishimiga munosabatli barliq aloqa, hujjatlarning asli tilki originali, Ford bilan Biden hukumat o'rtasida yozishgan Ford bilan Xitoy shirkatining savdo ijozatnomasiga munosabatli aloqa, hujjat va boj kreditiga oid materiallar bilan ta'minlashini talab qilgan. Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazayotganligiga, shundaqla Sharq Turkistonda jazo lagerlarining hozir ham mavjud ekanligiga doir dalil isbot va faktlar tog'dak to'linib tursimi, ammo Xitoy hokimiyatining o'zining jinoiy qilmishlarini yoshirish uchun yaqinqi mezgillardan buyon Bangladesh,
Pakistan, Türkiye qatarlıq bir qism islom ellarining muxbirlarini arqa-arqadan Sharq Turkistonga sayohatga taklif qilib, ularning vasitasi orqali o'zini aqlashga urinishi chet ellik kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy hukumatining o'rinlashtirishida o'tgan haftaning oxirlari Urumchiga yetib kelib, Sharq Turkistonga qarta bir haftalik ziyoratini boshlagan Bengal muxbirlar o'mikining rayondagi faoliyati Bangladesh taratqularida xabar qilingan. Bangladesh Birlashma agentligining 23-iyul bergan maxsus xabarida Hedka jamoasining imomi Mehmet Jumaning muxbirlarga Sharq Turkistonda jazo lagerlarining mavjudligini inkor qilganligi, uning jazo lageri bor deyish yolg'onchilik deganligi alohida ta'kidlangan. Bangladesh Birlashma agentligining muxbirini o'z ichiga olgan 10 kishilik muxbirlar o'mikining Sharq Turkistonga qaratgan bir haftalik ziyorati 20-iyul boshlangan. Xitoy taratqullarining xabarlarida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining taklifiga binoan o'rinlashtirilgan bu ziyoratning 26-iyul qadar davomlashadiganligi, ziyoratchilarning Urumchi, Aqsu, Qashqar qatorliq joylarda ziyorati bo'lganligi bildirilgan edi. Bu ziyorat o'tgan hafta bir qism bengallik diniy ulamolar Bangladeshning Cox's Bazar shahrida yig'ilish o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishni to'xtatishini, BDTni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning Xitoy qarta tiqim keskin jazolash tadbirlarini elishni talab qilishning orqasida o'rinlashtirilgan edi. Xitoy xabarlari to'rining 24-iyul bergan bu vaqtdagi xabarida Bengal Birlashma agentligining muxbiri Mo'yniddinning Şinjan mening tasavvurimdan bek farqli ekan, Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyoti hozir butun dunyoning diqqatini qo'zg'amoqda. Men kameralarım orqali haqiqiy Şinjanni namoyon qilman deganlik ilgari surilgan. Halbuki Mo'yniddinning Bangladesh Birlashma agentligiga bergan xabarida Hedka jamoasining imomi Mehmet Jumaning so'zi naql keltirilgan. Xabarda aytilishicha, Mehmet Juma Bangladesh muxbirlariga biz har qanday bir jazo lagerining borligiga ishonmaymiz. Bu faqat bir yolg'onchilik. Bundaq asossiz so'zshuchak va tashviqotlarning orqasida yomon g'araz bor degan. Chet el tadqiqot o'rinlari sun'iy amr orqali rayondagi 300 dan ortiq jazo lagerining o'rnini bekitib chiqqan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumatı bu lagerlarning mavjudligini izchil inkor qilib kelmoqda. Sharq Turkistonda jazo lagerlarining mavjudligi o'tgan yil avgust oyida BDT kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda aniq o'tirib qo'yilgan va Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat ishlash mumkinchiligining borligi ta'kidlangan edi. Havo sifati ko'rsatkichi to'rining 2023 yili 7-oydagi eng yangi sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoydagi havo bulg'anish og'ir bo'lgan 10 shaharning 3-i Sharq Turkistonda bo'lib, bular Xotan, Qashqar va Otish shaharlari ekanligi tilga olingan. Bularning ichida Xotan shahri 2022 yili Xitoy bo'yicha eng bulg'angan shahar degan nomni olgan. Yana mazkur organning 2020 yildagi statistikasiga qaraganda, Xotan shahri 2020 yili dunyo bo'yicha bulg'anish eng og'ir shahar deb bekitilgan. Sharq Turkistondagi shaharlarning bulg'anishi eng og'ir bo'lgan shaharlar qatoridan o'rin olishi va uning sabablari dunyo ahlini bu haqda o'ylanishga da'vat qiladi. Nima uchun faqat Sharq Turkistondagi Xotan, Qashqar qatorliq shaharlarda bulg'anish og'ir bo'lyotdi? Sharq Turkistondagi siyosiy va ijtimoiy qamonlar tufaylidan bu rayondagi muhit bulg'anishiga oid haqiqiy uchurlar va to'g'ri sonliq ma'lumotlarga erishish intayin mushkul bir xizmat bo'lib kelmoqda. Strategiya va xalqaro tadqiqot markazining 2008 yili 6-oydagi bir dokladida Xitoyda havo bulg'anishi sababidan har yili 750 ming odamning hayotdan ayrilganligi mo'ljallangan. Mazkur organ yana Xitoy hukumatining bu xil sezgur ma'lumotlarni jamiyat muqimligiga ta'sir ko'rsatadi deb e'lon qilmaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Navbatda Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik haqida elib berilgan tadqiqotlarning ichida muhit bulg'anish masalasi eng muhim bir nuqta bo'lib, Sharq Turkistonda mayli havo bulg'anishi bo'lsin yoki suv bulg'anishi bo'lsin, buning javobgarligini Xitoy hukumati va uning Sharq Turkistonga qaratgan siyosatidan ayirib qarashga bo'lmaydi. Greenpeace to'g'rida 2016 yil e'lon qilingan tekshirish dokladiga asoslanganda, Xitoy davlati tavalligida muhit bulg'anish og'ir bo'lgan shaharlardan Beijing, Tianjin qatorliq shaharlarning havo bulg'anish ko'rsatkichi 2016 yildan boshlab 23% yaxshilangan. Aksicha Xotan, Qashqar shaharlarining havo bulg'anishi ko'rsatkichi ayrim holda 99% va 49% nacharlashgan. Sharq Turkistondagi havo bulg'anishini keltirib chiqaruvchi eng muhim sabablardan biri Xitoy hukumatining Sharq Turkistonni o'zlarining eng chong ishlab chiqarish bazasiga aylantirishi hamda Xitoy aqollarining Sharq Turkistonga shiddat bilan ko'chib kelish masalasi hisoblanadi. Yana bir jihatdan olganda, nopostning tez suratda eshishi Sharq Turkistondagi tabiiy boylik manbalarining tarixini keltirib chiqardi. Bo'lib Xitoy hukumatining 8 chong ishlab chiqarish bazasini cho'radigan holda Sharq Turkistondagi neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliq tabiiy boyliqlarni qazishni teziltishi, atalmish Şinjanning tokini sharqqa yetkazish nomidagi tok qurilishi, ko'mir ko'ydirish orqali pokiz energiya hosil qilish qurilishi hamda Xitoyning yezigilik va pishiqlab ishlash xarakteridagi ishlab chiqarish baza qurilishini kengaytirish urinishlari deganlar bu xil bulg'anishni g'oyat zo'r darajada teziltayotganligi ma'lum. Kelgusi haqida qayta o'ylanish tashkilotidagi mutaxassislarning bildirishicha, Xotanning Teklimakon qumliqiga yaqin joylanishi,
Qum boran ko'p bo'lishdek alayda havo sharoiti havodagi bulg'anmalarni ko'paytib, atmosfera sübtini tövәнтіп etgan. Yaqin yillardan buyon Xitoy hukumatining iqtisodni taraqqiy qildirish shuari ostida bu rayonda qurgan ig'ir sanoat korxonalari va zavodlardan chiqqan keraksiz moddalar havo tarkibida zaharlik moddalarning shakllanishini teziltib, rayonda yashayotgan xalqning salomatligiga ig'ir darajada xavf ilib kelgan ekan. Xitoydagi muhit va sog'lomlik tadqiqot turi nomli dokladda Sharq Turkistondagi muhim bulg'anishning asosiy sabablaridan yana biri normadan ortiq paxta ishlab chiqarish masalasi ekanligi tekshirib yakunlangan. Onun da aytilishicha, Xitoyning ichkari o'lkalardan ko'chib kelgan ishchilarni xizmatga ega qilish uchun zo'r miqdorda paxta etizlari barpo qilish zarur bo'lgan. Natijada tuproq tarkibidagi sho'r miqdori intan yuqori bo'lgan tashlandiq tuproqlarni neytrallashtirish uchun Tarim vodisidagi daryo ustanglardagi suvlarni boshlashga to'g'ri kelgan. Buning bilan daryoning to'van yaqindagi suv miqdori va sufati tövәnlab, dehqonchilik ishlab chiqarishi to'sqinlik uchirgan. Tarim oymonligiga joylashgan Qashqar, Xotan qatorliq shaharlardan boshqa yana Urumchi shahri Xitoydagi muhit qo'g'dash jamiyati tomonidan mamlakat bo'yicha havo bulg'anishi eng ig'ir shaharlarning qor tizimiga kirgizilgan. Urumchidagi bulg'anishga sababchi bo'lgan yoqilg'i ko'mir, qatnash qurollari va ochiq qon qatorliq omillar yuqori energiya sarfiyoti paydo qilish bilan birga insonlar badaniga nihoyat ziyonli zarrachalarni paydo qildi ekan. Angliyadagi Times gazetining xabariga qaraganda 1950 yildan boshlab hozirgacha Urumchi shahridagi yilga qo'yib berilgan zaharli gaz miqdori 70 ming tonnaga yetgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.